Hammaga salom. Sizlar bilan Sa'dulla Abdullayev va biz hozir Korzinkadamiz va hozir Obid aka bilan gaplashamiz. Obid aka Korzinkada 10 yildan buyon ishlab kelyaptilar va kassir lavozimidan boshlab hozir rahbar lavozimigacha o'sib borganlar. Va bu qanday qilib erishiladi, ularning yo'llari va Korzinkada o'zi qanday ishga kirish mumkinligi haqida gaplashamiz va qiziq bo'ladi 100%. O'shanga ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka o'zingizni tanishtirib olsangiz. Ismim Rahmatov Obidjon. Faoliyatimni Korzinkada 2013-yildan beri boshlaganman. Kassir lavozimidan. 13-yildan boshlab shu yilgacha pog'ona bo'yicha ko'tarilib, ko'p lavozimlarga erishdim. Starshi kassir lavozimi, supervizor, do'konda menejer rahbari bo'ldim. Undan keyin regionalniy menejer. Hozir mana 2021-yildan boshlab aynan operatsionniy anaqada отделda savdo отдел rahbariman. Ya'ni siz Korzinkani boshdan oxirigacha bilasiz, chunki 10 yildan ko'p vaqtdan beri ishlaysiz bo'ldi. Haligi eng starshi haligi eng katta hurmatga ega ishchilardan biri bo'lsangiz kerak. 12 yildan oshiq bo'ldi. Zo'r. Aka, mana Korzinkani hammamiz bilamiz. Bilmaydigan odam yo'q bo'lsa kerak. Uni faoliyatini ham bilmaydigan odam yo'q bo'lsa kerak, lekin mana 10 yildan oshiq ishlaydigan odam sifatida Korzinka nima kompaniya, bitta izohlab bersangiz. Men uchun birinchi o'yinda bu oila. Chunki agar sal ichkariroq aytsam, ma'lumotni aynan oilamni shu yerda qurganman. To есть ayolim ham o'z vaqtlari Korzinkada ishlagan, sotuvchi bo'lib, shu yerda tanishganmiz. Turmush qurib, xudo xolasa ikkita farzandimiz bor. Shuning uchun men uchun birinchi o'rinda bu oila. Chunki bu yerda qo'yilayotgan oldimizda qo'yilayotgan hamma maqsad ham именно shu oilaga, oilangizga, farzandingizga, ayolingizga yetgandek xuddi shunaqa bizga maqsad qo'yiladi. Nima desam ekan, mana bizda ko'p anaqa rahbarlar yig'ilishlarda aytib turamiz, chetdan kelgan bir ikkita rahbarlarimiz faqat rus tilida aytadi. У вас именно бизнес с человеческим лицом deydi. Chunki rahbariylar именно sizlarga o'zini oila a'zosiga qaragandek muomala qiladi. Допустим, Zafar aka har safar yig'ilishlarda o'tirganda ham har bitta gapirgan gapida o'zingizga nimadir yangi narsani olasizda. Shuning uchun men shu birinchi o'rinda bu oila men uchun. Zo'r. Juda ham zo'r ta'rif va siz uchun to'g'ridan to'g'ri oila sifatida ham munosabati bor ekan Korzinkani, chunki shu yerda yaratgansiz desak bo'ladi oilani. Mana hozir men ofislarga kirib kelganda juda ham ko'p odamlarni ko'rdim. Ya'ni Korzinkada biluvdim ko'p odam ishlashini, lekin hayotda ko'zingiz bilan ko'rganingizda rostdan juda ham katta kompaniya ekan deb sezasiz, bu narsani tushunasiz. Qancha odam ishlaydi tarmog'ingizda? Men uchun bu juda sezilarli. Mes kompaniyada 10 mingtadan ortiq odam ishlasa, bu hamma отделlarimizni olsak, aynan meni komandamda 7,5 mingtadan oshiq komanda ishlaydi. Butun Korzinkada 10 mingtadan oshiq. 10 mingtadan oshiq. Bu nafaqat Toshkentda, hamma regionlar bo'yicha. Regionlar. Bizda 13 ta regiondan 11 tasida bor bizda do'konimiz. Mana bu Toshkent ekan, Toshkentning xaritasi. Toshkent xaritasi. Bu yerda общий. Bu yerda общий. Butun nuqtalari yo'q lekin. Yo'q, bu yerda hali o'yish ko'rgurmaydi. Tushunarli. Zo'r. Mana Obid aka, bizni ko'rsatuvimiz o'zi yoshlar uchun, hali yo'lni endi boshlayotgan insonlar uchun va shunga yarasha savol. Korzinkada yosh mutaxassislar uchun, o'zini masalan Korzinkada yo'lini boshlamoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun joylar bormi? Joylar bor. O'zim misolimda aytsam bo'ladi. Aytganimdek, men kassir sifatida kelganman. Oydan oyga, yildan yilga o'zim uchun yangi narsalar ochib, bilimga intilib, o'zim oldimda ancha eshiklarni ochganman. Agar nima desam ekan, ko'pchilikda bizdan reklamamizni ham ko'rgan bo'lsanglar, biz tanish bilishsiz ishga olamiz deydi. Men aynan aytishim mumkin, shu bizda shunaqa. Chunki men o'zim tanish bilishsiz bo'tga kelganman. Korzinka ishlashdan oldin tarbiya agent bo'lib ishlagandim. Ish mobaynida Korzinkaga kirib, shu yerda ishlagan menejerlardan o'zi maslahatida, aka, o'zingizni anaqa sinab ko'ring, suhbatga keling, sizlarga odam bizga kerak. Ancha anaqa muomala qilayotganda o'zingiz odam tortish bilasiz ekan. Har bitta mavzuni
qiziqtirishni bilasiz. Shuning uchun anaqaga suhbatga kelinib chaqirishganda, men o'zim suhbatga kelganman. То есть korzinka bilan как бы partnyor sifatida ishlab turib ham, men 2 kun ana o'chirda turganman. Birinchi kun kelgan paytim yozilmaganman ekan. Men o'chir tugagunicha o'sha kutib o'tirganman-da, qarasam tugab qoldi. Yozish kerakmisan? Ha, aka yozilasiz dedi. O'sha kuni kechki payt yozdirib, ertasi kuni yana kelganman. Hamma qanaqa beseda o'tgan bo'lsa, xuddi shunaqa suhbatdan o'tib, aynan shu do'konga kassirlik lavozimiga ya'ni olinganman. ishga kelishda ham bu yerda navbat bo'lib turadi. Ha, bu yerda suhbat. Hozir ancha yengillashib qoldi. Onlayn botlarimiz bor. U payt живой o'chirdida kelasiz, kirishda turgan охранаga familiyangizni yozasiz, ular galma-gallikdan chaqiradi. Hozir ancha qulayliklar bor. Elektron Telegram botimiz bor, o'tdan to'ldirsa bo'ladi. Do'konni o'zida zaifga qoldirsa bo'ladi. Hozir ancha yengil. Ya'ni korzinka bu shunaqa kompaniyaki, shunchaki odam mehnat qilsa, ancha ishlasa, kassir lavozimidan ham bemalol shu karyera pog'onalaridan chiqib ketishi mumkin. Aynan shunaqa. Agarda korzinkada ishlash bo'yicha qiziqayotgan bo'lsanglar, o'sha botni ham pastda qoldirib ketamiz. Balki sizlar ham botda katta bo'lib, oilalarni ham qurarsizlar va katta lavozimlarga erishib ketarsizlar. Xo'p, zo'r. Aka, mana ko'rib turibman sizlarda open space. Ya'ni hamma bir-biri bilan gaplashib yuribdi. Hamma bir-birini biladi, ko'chada ham hamma bir-biri bilan gaplashib turibdi. Ya'ni do'stona muhit. O'zi biz qancha kompaniyalarga borgan bo'lsak, shu yaxshi kompaniyalarda mana shunaqa muhit, open space, hamma bir-birini taniydi, hamma bir bilan birga yuradi. Shu do'stona muhitni saqlab turish uchun nima qilasizlar? Qarang, bizda o'zi ichkari agar xabaringlar bo'lsa, bo'lmasa aytib o'taman, o'zimizning sotsial saytimiz bor, Cape Hub, oddiy mana Facebook ko'plar ishlatadi. Bizda Cape Hub degan ichki resursimiz bor. Bu yerda hamma xodim o'zini fikrini bildirsa bo'ladi, savollarni bersa bo'ladi. Undan tashqari o'zi ish strukturamiz ham shunaqa qilingan, shu do'konda rahbaringizdan javob topolmasangiz, telefon daveriyalar bor, telefon qilib savol bersangiz bo'ladi. Undan tashqari, ishdan tashqari o'zimizning ichki ko'pchilikning hobbisi bo'ladi-yu. Bizda futbol chempionati bor. Mana biz oxirgi chempionatda boshqa kompaniyalar orasida birinchi o'rinni oldik. Undan tashqari ichkari o'zimizda ofis yo do'konlarning ichida shaxmat bo'yicha turnir o'tadi. Xodimlar chaqiriladi. Undan tashqari yana qo'shimcha anaqalar bor. Mana biza yilda 2 marta do'kon rahbarlarini yig'ilish qilib, boshqa otdellarni ham rahbarlarini chaqirib, yil rezultatini anaqa qilamiz, aytib o'tamiz. U обязательно Toshkentda emas, chetga chiqishga harakat qilamiz. Qanaqadir zona oddixami yoki qanaqadir team building sifatida yilda bir marta bu обязательно bo'ladi. Chunki nima desam ekan, rahbaringiz qanchalik motiviran bo'lsa do'konda, xodimlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun biz sekin tepadan pastgacha borib, hammani maksimalni motivatsiya qilishga harakat qilamiz. Men har doim shaxsan o'zim bittasini qiziqtirardi. Mana shahardagi har bir korzinka supermarketini alohida bitta boshlig'i bormi yoki mana masalan bitta boshliq bir nechta supermarketlarga qaraydimi? Alohida bitta boshlig'i ham bor. Har bitta do'konda o'zining do'kon rahbari bo'ladi. Undan tashqari uni ustida turgan regional menejer degan rahbarimiz bo'ladi. Har bitta regional menejer 10 tadan do'koni bo'ladi. Bu qo'shimcha muammolarni yana hal qilishga. Chunki do'konda ishlab turib, siz ofisda bo'lgan bir ikkita muammoni hal qila olmasligingiz mumkin. Aynan regional menejer har kuni kuniga 3 ta 4 ta do'konni aylanib, xodimlar bilan gaplashadi, yengilliklarni aytib o'tadi. Hal bo'lmayotgan muammoni ham ofis bilan birga harakat qiladi hal qilishga. Mana bunaqa savol, shaxsiy savol desa ham bo'ladi. 50% shaxsiy. Siz mana hozirgi lavozimingizda ishlab turibsiz, 21-yildan beri. Agarda davom etsangiz ishlashni va yana tepaga ko'tarilish boshlasangiz, mana masalan, qanaqa kategoriyalardan qanaqa lavozimlarga erishishingiz mumkin? Men o'zimni bu otdelda men savdo bo'limida ishlab turib, rahbari bo'lib, yana katta подразделение bor, operatsionni otdel deyiladi. Bu yerda bir nechta otdelga kiradi. Bizning operatsionni otdel rahbari bor. То есть keyingi pog'ona menga shu operatsionni otdel rahbari. Xudo xohlasa shunga erishishni niyatdamiz. Undan tashqari yana bizda generalniy direktor bor lavozimi. Hozir mana Ruth Pedersen agar anaqa o'qigan bo'lsanglar tanishtirishdi. Hozircha faqat shu maksimalni shu yoqqa erishishim. Zo'r. Endi makro savol beraman. Korzinkadan biz kelajakda qanaqa yangiliklarni kutishimiz mumkin? Ya'ni balki nafaqat yangi supermarketlarning ochilishi, balki qanaqadir biz kutmagan narsa ham ro'y berishi mumkindir. Hamma
ichki proseslarni yengillash bo'yicha biz 24 ga 7 ishlaymiz. Mana hozir ko'p do'konlarda ko'rgan bo'lsanglar, kassalar qo'yilyapti yangi, o'zini o'zi anaqa samosi kassa обслуживание deyiladi. То есть o'chirda kutmaysiz, o'zingiz kelasiz, kerakli narsani urib, olib chiqib, to'lab ketsangiz bo'ladi. Bu hamma do'konda emas, hozir 30 tadan oshiq do'konimizda bor, yana ko'paytirish niyatimiz bor. Shu aytganingizdek, yangi do'konlar ochilyapti, yangi formatlar ham ochilyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, mahalla formati bor bizda, uyni yonida, kichkina, то есть nimadir esingizdan chiqqan bo'lsa, shu kichkina do'konga kirib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari biz 24 ga 7 do'konlarimizni ko'paytiryapmiz. Hamma rayonda, undan oldingi yil hamma rayonda bittadan qurdik. Hozir yana sonlarni ko'paytiryapmiz. U degani ko'pchilik o'zim ham mana bir ishda qolib ketaman, 11-12 dan keyin qolib ketsam, tanlashim kerak bo'ladi-da. Yo'limda qaysi do'kon bordi? Shu do'kon sonlarini ham ko'paytirish planimizda bor. Ma'lum bizda qani innovatsiyani ketdan yuradigan kompaniya o'zi kamdir. Zo'r. Obid aka, mana siz kassir bo'lib keldingiz-ku. Boshqa kattaroq lavozimlarga ham odamlar masalan olinadi-ku chetdan. Shunaqa lavozimlarga mana masalan nafaqat kassir, institutdan mana chiqib kelgan bolalar, qaysidir mutaxassislikni egallab olgan, o'qib chiqqan bolalar kassirdan emas, boshqa lavozimlarda ham boshlasa bo'ladimi? Bizda ofisda ham anaqa mana marketing отделida polniy bilaman, institut bitirib kelib anketa topshirishadi. U ham tanish bilish emas, u ham shu siz aytganingizdek hamma yerlar botga to'ldirib ishga joylashsa bo'ladi. Bizani faqat korzinka deganda faqat do'kon sferasi emas u. Boshqa допустим bizani распределитель sentrimiz bor, hozir yangisi qurilyapti. Bu yil ishga tushish kerak. U yerga ham odam olinadi. Do'kondan tashqari demoqchiman. Shu aytganingizdek, supervizor lavozimi bor, do'konni o'zini gapiradigan bo'lsak, u уже do'kon rahbarini o'ng qo'li desa bo'ladi, eng yaqin yordamchisi bo'ladi. Shuning uchun faqat do'kondan emas. Botni ichida shu qanaqa lavozimli bo'shligi ko'rinib turadi. Ko'rinib bo'ladi. Demak, botga bemalol o'tirasizlar, agarda korzinkada ishlamoqchi bo'lsanglar, kassir bo'libmi, boshqa mutaxassis bo'libmi, boshqa bo'limda ishlamoqchisizmi, botda hammasini topsanglar bo'ladi va ana o'sha yerdan o'z karyerangizni boshlasangiz bo'ladi. Obid aka, kattakon rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Okey, mana shunaqa hikoya, ya'ni korzinka kimdir uchun oila sifatida ham xizmat qilishi mumkin va bu yerda o'sish imkoniyatlari juda ham ko'p. Agarda mana shu yerga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, Asnov platformasida sizlar uchun kerakli kurslar topilishi mumkin. Shuning uchun agarda korzinkaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, videoni ostida botni qoldirib ketganmiz va kurslarimizga ham havolani qoldirib ketganmiz. Bu endi tushunarli loyihasi edi va sizlar bilan Sa'dulla Abdullayev. Xayr.